O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni tashabbusi bilan mamlakatimizdagi 208 ta tuman va shaharlarda bittadan umumta'lim maktablari negizida jasorat maktablari tashkil etildi. Kuni kecha Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi, Mudofaa vazirligi hamda boshqa kuch tuzilmalar hamkorligida respublikamizning barcha hududlarida bir vaqtning o'zida jasorat maktablari o'quvchilarining tantanali va'da berish marosimi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Kelajakda ona vatanimga, xalqimizga va prezidentimizga bilimli, sadoqatli, mard farzand bo'lishga va'da beramiz. Abror Ochilov Toshkent shahri Yangi Hayot tumanidagi 8-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi negizida tashkil etilgan Jasorat maktabi o'quvchisi. Bugun u poytaxtimizdagi G'alaba bog'i yodgorlik majmuasida tengqurlari qatori ota-onasi, ustozlari oldida yurtga munosib o'g'lon bo'lishga, a'lo baholarga o'qib, davlatimiz bildirgan yuksak ishonchni oqlashga va'da bermoqda. Ona tili, matematika va jismoniy tarbiya fanlaridan imtihonlardan o'tib, Jasorat maktabiga qabul qilindim. O'zimni yaxshi tutishga, yaxshi sport va o'qish bilan shug'ullanishga, yaxshi kasb egasi bo'lishga va'da beraman. Tantanali tadbirda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi, Mudofaa vazirligi hamda boshqa kuch tuzilmalar vakillari ishtirok etdi. Aytish kerakki, prezidentimizning tegishli qarori bilan respublikamizdagi 208 ta tuman va shaharlarda bittadan umumta'lim maktablari negizida jasorat maktablari tashkil etildi. Joriy yilda ilk bor tashkil etilgan ushbu maktablarga o'qish istagini bildirgan jami 18441 nafar 4-sinf bitiruvchilari hujjat topshirgan bo'lib, 2 bosqichli imtihonlar o'tkazilishi natijasida 5408 nafar o'quvchi saralab olindi. Jasorat maktablarini o'quvchilari 9-sinfni bitirgandan keyin o'zini ko'rsatkichlarini yaxshilasa, ularga Temurbeklar hamda Jaloliddin Manguberdi maktablariga imtiyozli kirish hamda 11-sinfni tamomlagandan so'ng ularni oliy harbiy bilim yurtlariga o'qishga kirish uchun imtiyoz tavsiyanomalar beriladi. O'g'lim Mashrab Begzodjon Jasorat maktabiga imtihonlardan a'lo baholarga topshirib qabul qilingandan juda ham xursandman. Kelajakda yurtimizga, davlatimizga sadoqat bilan xizmat qiladigan inson bo'lib yetishishiga tilakdoshman. Barcha ota-onalar nomidan davlatimiz rahbariga tashakkur aytaman. Ma'lumot o'rnida Jasorat maktablarida o'qish uchun o'quvchilarni saralash 5-sinfdan boshlab amalga oshiriladi. Jasorat sinflarida matematika, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik, tarix, jismoniy tarbiya, chet tili, fizika fanlari chuqurlashtirilgan holda o'qitiladi. O'quvchilar robototexnika, kelajak o'yinlari, tibbiy tayyorgarlik, huquqiy savodxonlik, milliy sport o'yinlari kabi to'garak mashg'ulotlarga jalb qilinadi. Shu bilan birga o'quv yili davomida 2 marta harbiy poligonlarda, har chorakda 1 marta harbiy qismlarda amaliy mashg'ulotlar olib boriladi. Bu sohada mutlaqo yangi bosqichga olib o'tish orqali yoshlarda harbiy vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni bevosita daxldor yoshlari sifatida tarbiyalash maqsadida mana shunday yangicha harbiy vatanparvarlik tizimi joriy etildi. Bu yilgi o'quv yilini boshidan boshlab iyul oylarida respublika bo'yicha ishchi guruhlarimiz 208 ta jasorat maktablarini o'quvchilarini imtihonlar orqali saralab olib butlandi. Bugungi kunda barcha jasorat maktablarida o'quvchilar bilan to'ldirilib 26 nafardan o'quvchilar jasorat sinflariga qabul qilindi. Shu kuni respublikamizning barcha viloyatidagi shahar markazlarida jasorat maktablari o'quvchilari ishtirokida tantanali va'da berish marosimlari o'tkazildi. Ta'kidlash joiz, ushbu maktablarni tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad navqiron avlod vakillarining kichik yoshdan vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularni jismonan sog'lom va ma'nan yetuk, komil inson qilib tarbiyalashdan iboratdir.